Bugun 10X bo'yicha vizitga chiqqanmiz. Mashina zavod bo'lmaydi. Miyalari kuyib qolgan. Shu miyasi kuyib qolganning hisobiga mashina zavod bo'lmaydi. Hozir bu avtomobilimizga yangi miyalarni ustiroqqa qildik. Joyiga qo'ydik bu eski miyalari. Hozir programma qilish holatiga o'tyapmiz. Tablolarga e'tibor beramiz. Mashina bilan qulf rasmi chiqib qolgan. Mashina bilan yo'l rasmi chiqib qolgan. Bu degani avtomobilda miyasi kuyib qolgan uchun mashinani o'chig'a solib klientimiz mana bu gaz ustanovka qilganlar, gaz ustanovkani hisobiga поддержка qilmaydi bularga ayrim gazlar. Endi avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Avtomobilimizni endi bitta zavod qilib ko'ramiz. Bu avtomobilimizning kaltlarini ham, ikkita kaltini ham o'qitdik, chiplari bo'ladi, uni ham o'qitdik. Ochib yopishlari hammasi ishlayapti. Bismillah. Avtomobilimiz zavod bo'ldi. Bu tomonda e'tibor beringlar, znaklarda chiqaychi znaki qolmadi. Bu tomonda 82 kod chiqardi, u ham o'chdi. Bu tomonda chek chiroqlari ham o'chdi. Shunaqa holatdan bo'lib turadi. Avtomobil 5000 kilometrda ham kompyuter kuyib qolishi ehtimoli bor ekan. Aytgandek, Onyx Tracker avtomobillariga zapchast bo'yicha ham hech qanday muammo bo'lmaydi. O'zimizning tanish zapchastchilarimiz bor. Sifatli zapchastiga javob beradigan, narxlari ham hamyonbop qilib qo'yib beradilar bemalol. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar, zapchast bo'yicha ham, xizmatlar bo'yicha